do'stlar, oqtog' kasalligi bilan kelgan bemorlarimizga doim aytamiz, to'liq tekshiruvlardan o'tib, undan keyin davolashimiz kerak deb. Mana hozir 50 ga kirgan akamiz kelganlar. Tekshirib ko'rsak, mana qonlaridan gepatit C virusi aniqlanyapti. Mana xronический gepatit deb qo'yilyapti. Shu bilan birga qalqonsimon bezda mana gipoplaziya muammosi va jigar bioximiyaviy fermentlari baland chiqqan. Mana doim aytamiz, tekshiruvlarsiz davolanmaslik kerak. Oldin mana bu muammolar bartaraf qilinib, undan keyin oqtog'lar davolanadigan bo'lsa, demak tuzalish ehtimoli katta bo'ladi. Bu narsalarni aniqlamay turib, teringizga qanaqangi krem surtasizmi, mas surtasizmi, nima ishlar qilsangiz ham foydasi bo'lmaydi, chunki organizmda boshqa jiddiyroq muammolar bor. Shu sababli tekshiruvlarsiz davolanish tavsiya qilinmaydi.